Kim umr uzun bo'lishligini, rizqi keng bo'lishligini, uni oxirgi o'limi valilarni o'limidan, Allohning do'stlarini o'limidan bo'lishligini xohlasa, ota-onasiga yaxshilik qilsin, qavmi qarindoshlarga silay rahim qilsin, uzilganni bog'lasin. Albatta uni umri uzun bo'ladi, rizqi keng bo'ladi va oxirgi o'limi chiroyli bo'ladi agar bu ishlarni Allohdan taqvo qilib qiladigan bo'lsa. Ya'ni onam qaramasam bo'lmaydi, ertaga bolam menga qaramasligi mumkin. Otam indirmas bo'lsa ham endi papashga qarib qoldilar-da. Yo'q, unoq qilib emas, bizning e'tiqodimiz unday emas. Alloh roziligi, Alloh shu ishda rozi bo'lar ekan. Robbim shu ishda rozi bo'lar ekan. Rasululloh shu ishda rozi ekan. Dinim shu ishda rozi ekan deb ota-onalarimizga shunday chiroyli xizmatlarni qilsak, silay rahim qilsak, yaxshiliklar yo'lida musobaqadosh bo'lsak, bilib qo'ying, sizga hech qanday og'ir bitmas yoki tuzalmas yoki yechimi bo'lmaydigan muammolarga u bandani Xudo ro'para qilmaydi va buni holi hayotimizda ham yurganimizda, turganimizda, atrofimizda bu narsani ko'rib kelamiz.